أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taoloning fazli va marhamati bilan, hidoyati bilan inshaalloh bugun Google haqida gaplashamiz. Google dan foydalanish, Google akkaunt ochish, uni sozlash, maxfiylik choralarini ko'rish va boshqa Google haqida dastlabki tushunchalar haqida gaplashamiz inshaalloh. Avvalo, Google'da biz asosan nima uchun foydalanamiz Google'dan? Asosan ma'lumot qidirish va boshqa maqsadlarda foydalanamiz. Hop, Google sozlamalarga kirmasdan oldin men Google'ni alternativ o'laroq va Google'dan ko'ra yaxshiroq va foydaliroq bo'lgan ChatGPT, ya'ni sun'iy intellekt haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. ChatGPT haqida men tez-tez gapirib turaman, chunki bu juda ham kerakli, foydali, qulay va o'z navbatida xavfsizroq hisoblanadi. Mana masalan, Google'dan an'anaviy shaklda qidiruv beramiz. Masalan, Registon maydoni haqida qidiruv beradigan bo'lsak, bizga Registon maydoni haqida ma'lumot kerak. Bizga mana bu shaklda ma'lumotlar chiqaveradi. Wikipedia ma'lumotlarini va boshqa har xil mana bunday shaklda ma'lumotlar chiqarib beradi. Mana bu joyni bosish orqali Registon maydoniga oid suratlar chiqib keladi. Shu surat ustini bosib tursak, rasmni telefonimiz xotirasiga saqlab olishimiz mumkin. Yuklab olish bosib, telefonimiz xotirasiga saqlab olishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari videolar orqali Registon maydoniga oid videolarni topishimiz mumkin. Va hokazo qulayliklari bor, hammamiz bilamiz. Endi xuddi shu ma'lumotni ChatGPT orqali qidirib ko'ramiz. ChatGPTning qulaylik tarafi, siz so'ragan ma'lumotlarni mana bunday shaklda tartibli va kerakli shaklda qilib chiqaveradi va siz uchun qaysi kerakli, masalan deylik, Google'da keraksiz ma'lumotlar juda ko'p. Masalan, sizga Registon maydonining ichki tarkibi kerak. Registon maydonining ichki tartibi kerak. Buning uchun mana bu ma'lumotlarni qidirishingiz kerak, ichidan topishingiz kerak-da. Ya'ni Registon maydoni ichki tartibi deb yozgan taqdiringizda ham baribir siz o'zingiz xohlagan bir natijaga erisha olmaysiz-da. Bundan tashqari ko'p ma'lumotlar o'ta ham, ya'ni bazasi keng, ya'ni anaqa Google'ning. ChatGPTning ham bazasi keng, lekin bu qulayroq va osonroq. Masalan, Registon maydoni deyildi. ChatGPTda Google'dagi hamma ma'lumot bor. Google'dagi hamma ma'lumotni ChatGPT o'zini miyasiga saqlagan va uni filtrlab bir tartibga keltirgan. Biz mana Registon maydoni qildik. O'zbekistonning eng mashhur tarixiy obidalardan biri Samarqandda joylashgan va hokazo ma'lumotlarni berib boryapti. Endi men so'rayman. Registon maydoni ichki qismlari haqida so'rayapman. U menga ichki qismlar haqida ma'lumot beryapti. Mana Ulug'bek, Sherdor va Tillaqori madrasalaridan iborat deb ma'lumot beryapti menga. Misol. Yana bir qulayligi, masalan, ChatGPTda rasm so'rasangiz ham bo'ladi. Masalan, rasm so'rasangiz ham rasm chizib beradi. Lekin rasm chizdirayotgan vaqtda ehtiyot bo'lishimiz kerak, insonlarning surati chiqib qolmasligi kerak. Bilamiz, islom shariatiga ko'ra insonlarni, ya'ni insonlarni emas, tirik jonzotlarni, ruhi bor jonzotlarni rasmini chizish harom qilinadi. Harom qilingan. Alloh taolo qiyomatda rassomlarga qarata aytadi: "O'zingizlar chizgan rasmga jon ato qilinglar chiqani" deydi. Ya'ni shuning uchun ham biz rasm chizdirayotgan paytimizda sun'iy intellekt ham shuncha kirib ketadi. Iloji boricha jonsiz narsalarning suratini chizishimiz kerak. Jonli narsani chizmoqchi bo'lsak ham yuzini, iloji bo'lsa ko'zini chizdirmaslik kerak. Ozgina internet zaiflik qilyapti. O'zi 15 soniyaga bormaydi rasm tayyorlab berish. Mana ko'rib turganingizdek, ChatGPT Registon maydonini juda ham chiroyli bir shaklda rasmini chizdi. Bu ChatGPTning Google'dan ko'ra ustunlik tarafi. Bundan tashqari ChatGPTdan har qanday narsani so'rasangiz bo'ladi, javob beradi inshaalloh. Lekin albatta biz doim aytganimizdek, bundan fatvo so'ramaymiz. Fatvo ulamolardan so'raladi. Chunki fatvo masalasida faqatgina ma'lumotga tayanmaydi. Ya'ni ChatGPTdan faqatgina ma'lumotlarga tayangan nimadir so'raysiz. Ya'ni siz ChatGPTdan so'rayotgan narsangiz shunday bir narsa bo'lishi kerakki, internetda u haqida maqola yoki qanaqadir bir ilmiy izlanib bo'lishi kerak. Yoki kitob bo'lishi kerak, shunga o'xshagan narsalar bo'lishi kerak. Lekin albatta ChatGPTda
har bir hukmiy masalalar bo'ladi, to'g'ri. Masalan, taloq haqida oyatlar yoki taloq haqidagi hadislar, boshqalar so'rasangiz bo'ladi. Lekin mana bu mana bunday holat bo'ldi, shu halolmi? Mana bunday ish bo'ldi, bu harommi deb so'ralmaydi. Chunki bularda halol haromlikni ajratishda ulamolar vazifasi bu. Ulamolar holatni insonlarni hisobga olgan holatda fatvo berishadi. Masalan, qanaqa diniy savol so'rashingiz mumkin deysiz? Masalan, so'rashingiz mumkinki, 4 mazhab imomlari qachon va qayerlarda yashashgan? Shu haqida so'raymiz masalan. Bu ma'lumotlarni internetdan topsak bo'ladi va bu shunchaki bir ma'lumot, shunaqa bir diniy fatvo so'rash emas, shuning uchun bemalol so'rasak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 4 mazhab imomlari islomdagi eng mashhur fiqh ulamolar bo'lib, ularning har biri o'z davrida shariat ilmlarini chuqur o'rgangan va mustahkam huquqiy maktab asos solgan deb va hokazo ma'lumotlar beryapti. Imom Abu Hanifa rahimahulloh, Nu'man ibn Sobit milodiy 699 767-yilda yashagan. Imom Malik rahimahulloh, Malik ibn Anas ismi va hokazo ma'lumotlar berilgan. Bu ma'lumotlarni mana bu 3 nuqtani bosib, shart tugmasini bosish orqali birorta insonga yuborsangiz bo'ladi, inshaalloh. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, ChatGPTning ustunlik taraflari ma'lumotlarni sizga tartibli va kerakli shaklda tartiblab beradi. Google'dagi singari ma'lumotlarni batartib shaklda bermaydi. Ya'ni ChatGPT siz gapirayotgan gapni mag'ziga e'tibor berib, sizga natija chiqarib beradi. Endi Google bo'lsa, sizni gapirayotgan so'zingizga e'tibor berib, natijani chiqarib beradi. Xo'p, endi to'g'ridan-to'g'ri Google akkaunt ochish masalalariga kirib ketamiz inshaalloh. Buning uchun telefonimizdan sozlamalar qismiga kiramiz. Va bu yerdan Google bo'limiga kiramiz. Agar sizda yangi profil bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda to'g'ridan-to'g'ri chiqadi. Agar sizda menga o'xshab boshqa bir profillar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yozuvning ustini bosganimizdan keyin mana bu yerda boshqa hisob kiritish degan tugmacha turibdi. Shuni ustini bosamiz. Va bu yerga barmoq izimizni kiritamiz. Albatta, barmoq izi, telefonda barmoq izi bo'lmaganlar bo'lsa, telefonni qulfdagi kodini kiritadi. Endi agar bu yerga eski bir profil tiklamoqchi bo'lsangiz, eski profilingiz nomini yozasiz. Masalan, deylik, Registon maydoni degan bir profil ochgan bo'lsangiz, Registon maydoni @gmail.com deb yozib, keyin shu emailingizda parolini yozib, o'sha profilingizga qaytadan kirsangiz bo'ladi. Lekin biz unday qilmaymiz. Biz yangitdan profil ochmoqchimiz. Shuning uchun nima qilamiz? Hisob yaratish tugmachasini bosamiz va shaxsiy foydalanish uchun qilamiz hozir, ish yoki biznes uchun emas. Shaxsiy foydalanish uchun bosamiz va bu yerga ism kiritamiz. Misol, ko'makdosh. Bu yerga ixtiyoriy admin deb yozib qo'yaman. Keyingi tugmachasini bosamiz. Bu yerga ma'lumotlar kiritamiz, tug'ilgan joy va jins. Bunga to'g'ri illoki o'zingizni tug'ilgan joy, jinsingizni kiritishingiz shart emas, xohlaganingizdek kiritsangiz bo'ladi. Masalan, biz yozamiz. Masalan, men 1970-yilman. Yanvar oyining 1-kunidaman misol tariqasida, jinsim erkak kiritamiz. Keyingi tugmachasini bosamiz va bu yerda havolasi masalan falonchi_.com deb ketadi-yu. _gmail.com. Shu yerdan yozamiz. Agar bizga mana a ko'makdosh ma'qul bo'lsa, shuni ustini bosamiz va keyingi deb davom etamiz. Agar bu ma'qul bo'lsa, buni yozib keyingi deb davom etamiz. Agar biz o'zimiz maxsus kiritmoqchi bo'lsak, shaxsiy Gmail manzilingizni yarating deb yozgan nuqtaga bosasiz va istagan so'zlaringizni yozasiz. Bunda pastga ko'rsatilgani kabi faqatgina harf, raqam va nuqta qatnatish kerak. Ortiqcha narsa qabul qilmaydi. Ko'makdosh admin aloqa misol. Keyingi tugmachasini bosamiz. Bu foydalanish nomidan foydalanish taqiqlangan deyapti. Mayli, qisqartiramiz. Admin. Bundan ham foydalanish taqiqlangan ekan. Ko'makdosh sahifasi deb yozdik, qani o'qiydimi? O'qidi. Endi bu yerga kod yozamiz. Kod yozganda men shu yerda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Kodning qiyinlik darajasi bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, 1 ga 1 ni qo'shsa 2. Bu oson narsa. 2 ga 2 4. Bu sal 2 ga 2 4, ya'ni sal qiyinroq. 5 ga 6 30. Bu yana ham qiyinroq. Endi 72 ni 48 ga ko'paytirsangiz, bu juda ham qiyin.
Xuddi shunga o'xshagan daraja bo'lgani kabi parol o'rnatishda ham daraja bor. Masalan, ko'pchiligimiz foydalanadigan, masalan, QWERTY deb yozamizda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deb yozib qo'yamiz. Bu juda ham oson. Buni buzib kirish oson. Masalan, ko'pchilik insonlar ba'zi bilsalar Google hisoblariga yoki har xil elektron pochtalarga buzib kiriladi. Qanday buzib kirdi deydi. Sababi mana bu parolga bog'liq. Parolni iloji boricha kuchliroq qilib o'rnatishimiz kerak. Parolingiz qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik sizning profilingizga buzib kirish qiyin bo'ladi. Buzib kirilish darajalari bor-da. Shuning uchun iloji boricha qiyinroq qilishingiz kerak. Endi iloji boricha qiyinroq qilish uchun qanday qilishim kerak desiz, iloji boricha qiyinroq qilish uchun raqamlar va harflarni aralashtirib yozishingiz kerak. Tushunamizmi? Va harflarni yozayotganda ham mana bunaqa kichkina harfda emas. Mana bunaqa katta harfda yozishingiz kerak. Iloji bo'lsa ham kichkina, ham katta, kichkina katta aralashtirib yozishingiz kerak. Keyin 4 ta raqam, 4 ta harf yoki 4 ta harf, 4 ta raqam emas, mana bu shaklda. Raqam bilan harflarni aralashtirib yozish kerak. Shunaqa bo'lsa qiyin bo'ladi. Men oddiy bir misol tariqasida bir tavsiyaroq aytaman. Masalan, biz ko'p parol ishlatamiz, to'g'rimi? Telefonimizni qulfiga parol qo'yamiz, Telegramimizga parol qo'yamiz, Google'imizga parol qo'yamiz, YouTube'imizga parol qo'yamiz, WhatsApp'imizga parol qo'yamiz, Instagram, Facebook, TikTok va hokazo. Ko'pgina parollar bor. Bitta parolni ishlatsak, bitta parolni hamma ijtimoiy tarmoqimizga ishlatsak, bu degani agar o'sha kimdir bitta parolimiz bo'lsa tamom, biz har qanaqa ma'lumotimizga kirib kelaveradi. Nimaga? Chunki biz Telegramimiz ham, WhatsApp'imiz ham, Google'imiz ham hammasini kodi bir xil. Endi har xil kod qilib qo'yadigan bo'lsak, esimizdan chiqib qoladi kodlar. Shuni nima qilamiz? Yechim. Meni tavsiyam, o'zim ham shu usuldan foydalanaman. Bir o'zingizga qanaqadir bir nima desam ekan, sistema qilib oling. Kod sistemasi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Islomiy xilofat, Usmonli davlati oxirgi islomiy xilofat 1526-yilda Vengriyani fath qilgan. 1526-yildagi fath bu bilmaganlar uchun ma'lumot. 1526-yil nafaqat Vengriyani musulmonlar tomonidan fath qilinganlik kuni. Balki islom tarixida o'qilgan eng oxirgi fath namozi. Fath namozi bor, kim bilsa, bilmasa, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga ma'lumot. Fath namozi bor. Musulmon bo'lmaganlarning ma'lum bir joylarini fath qilganda, egallaganda, bu yerga islomni olib kirganda fath namozi o'qishadi. Oxirgi fath namozi 1526-yil o'qilgan. Undan keyin fath namozi o'qilmagan. Nimaga? Chunki undan keyin hech yer fath qilmagan. Undan keyin musulmonlar faqat pastga tushib ketgan. Va bu qo'shimcha ma'lumotida nimaga aytdim? Masalan, shuni ma'lumot meni doim miyamda turadi. 1526-yil meni bu raqam esimdan chiqmaydi. Shu raqam orqali ulab olsam bo'ladi. Masalan, hech kim xayoliga kelmaydi-ku. Ko'makdoshda admini masalan Malazgirchang deyiladi, aytmayotgan bo'lsam, Malazgirchang 1526-yil Vengriyani fath qilingan yiliga moslab kod qo'ygan bo'lsa kerak deb o'ylamaydi-ku hech kim. To'g'rimi? O'zi unaqa kod qo'ymaymiz, misol tariqasida aytyapman endi. Shunga ulab olsangiz bo'ladi. Masalan, sizda tug'ilgan kuningizga ulamang. Yoki masalan, siz o'zingiz tug'ilgan kuningizga yoki otangiz yoki onangiz tug'ilgan kuniga ulamang, chunki qandaydir qilib bilib olinishi mumkin. Qanaqadir bir raqam bo'lsin, sizni esingizda qolsin, siz unutmang u raqamni. Doim kallangizda tursin o'sha raqam. Masalan deylik, o'sha 1526-yil, hozir kuni haqida ixtilof bor. Masalan, tasavvur qilaylikchi, 1526-yil 1-yanvar kuni Vengriya fath qilingan. Xo'p, endi buni tatbiqda qanday ishlatamiz? Masalan, 1526 y qilib qo'yaman. Yil degani ya'ni. 01 k qilib qo'yaman. Kun deganda ya'ni. 01 o qilib qo'yaman. Oy deganda ya'ni. Lekin qarang, o bilan 0 juda ham yaqin bir-biriga. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ikkalasini yozayotgan paytda katta o bilan 0 bir xil. O harfi. Mana bu bo'lsa 0 harfi. 0 raqam ya'ni. Ikkalasi bir xil. Shuning uchun shunaqa joylarga ehtiyot bo'lamiz. Chunki o o'rniga 0 dan 0 o'rniga o yozib qo'ysak ham o'xshamay qolishi mumkin. Shunga diqqat qilamiz. Masalan, bu yerga o yozaman chunki oy deyman. Bildi mana. 1526 y 01 k 01 o. Y yil degani, k kun degani, o oy degani. Xolasa siz y da ya'ni yilni yozuvini 1526 dan oldinga qo'yishingiz mumkin. Xolasa siz orqaga qo'yishingiz mumkin. Xolasa siz kichkina harf bilan yozishingiz, xolasa katta harf bilan. Qaysi tartibda qilishingiz qizig'i yo'q. Muhimi shu 1526 01 kuniga mosladim men. Shu moslagan kunimni ichiga harflarni aralashtirgan holatda bir tartib qilib oldim o'zimda. Va bu hamma kodlarimda bir xil bo'ladi.
Telegram kodim ham, Instagram kodim ham, WhatsApp kodim ham, YouTube kodim ham, hamma kodim xuddi shu tartib bilan boshlanadi va men bu tartibni esimda qoldirganman. Hech qachon esimdan chiqmaydi bu tartib. Qayta sanoq qilib oling kerak bo'lsa. Keyin savol tug'iladi. Yuqorida aytdingiz o'zingiz har xil bo'lishi kerak kod. Siz bir xil kod qilib qo'yapsiz degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, davomi ham bor kodni. Keyin qanaqadir so'z, masalan, umuman hech kimning xayoliga kelmagan so'z bo'lishi mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, masalan, deylik qalpoq degan so'z yozsak, masalan, qalpoq. Va bu qalpoq so'zi ham har bitta kodingizda bo'ladi. Masalan, YouTube ham, Telegram ham hammasi shundan boshlanadi. Endi nimada farq qiladi desangiz, masalan, siz Telegramga kod yozmoqchisiz, to'g'rimi? Telegramga 1526 yil 01 kun 01 oy qalpoq, keyin Telegram deb yozasiz. Misol tariqasida. Mana Telegram kod tayyor. Endi WhatsAppni kodlamoqchimisiz? WhatsApp deb yozasiz. WhatsApp kod boshqacha. YouTube'ni kodlamoqchimisiz? YouTube deb yozasiz. Google'ni kodlamoqchimisiz? Google deb yozasiz. Va hokazo, ya'ni xuddi shu tartibda mana 1526 Malazgirt jangini bo'lib o'tgan yili, 01 kuni, 01 oyi. Mana bu yil degani, mana bu kun degani, mana bu oy degani. Men buni bilaman, esimdan chiqmaydi. Mana bu qalpoq meni shtrix so'zim, bu ham esimdan chiqmaydi. Mana Google bo'lsa, bu qaysi ilova kodi ekaniga dalolat qiladi. Shu Google degan so'z, Telegramda Telegram degan so'z, Instagram degan so'z bilan tugaganligi uchun kodlarim bir xil ham bo'lib qolmaydi, oson ham bo'lib qolmaydi. Endi harflar, raqamlar aralashish kerak dedingiz. Bunaqa bo'lmayapti, bu yerda aralashyapti, ko'rib turganingizdek, mana boshdagi harflarni almashtirdik. Mana bu yerlar masalan qalpoqda q da katta harf qo'yishingiz mumkin. Google'da g da katta harf qo'yishingiz mumkin. Va shu bilan yuqoridagi hamma shartlarimizga amal qilgan holatda kuchli bir kod hosil bo'ldi, alhamdulillah. Bu bir tavsiya, xuddi shu shaklda qilsangiz, mana esingizdan chiqmaydi-da. Agar siz 100 ta joyga kod kiritsangiz ham, 100 ta joyda kodlashingiz kerak bo'lsa ham, agar shu uslubdan foydalansangiz, yuzalasi ham 100 xil bo'ladi va yuzalasi ham murakkab bo'ladi va yuzalasi ham inshaalloh buzilmaydi. Chunki bu murakkab shaklda qildik. Hammasi shunaqa bo'ladi. Mana bu qalpoq degan joygacha hammasi bir xil bo'ladi, lekin oxiridagi so'z o'zgaradi. Lekin mana bu qalpoq degan so'zni o'rniga qo'yilgan so'zingiz ham juda ham bir ajoyib so'z bo'lishi kerak, hech kimning xayoliga kelmagan so'z. Keyin so'zlaringiz ham katta harf, kichkina harfdan tashkil topgan bo'lishi kerak. Undan keyin mana bu raqamlar yozsangiz ham raqam bilan harflar aralashgan bo'lishi kerak. Agar iloji bo'lsa qalpoq bilan Google so'zini orasiga ham qanaqadir raqamlar tiqishtirib yuborsangiz, yana ham zo'r bo'ladi inshaalloh. Xuddi shunaqa. Endi xuddi shu kodni eslab qoldik va davom etamiz. Keyingi tugmasini bosamiz. Alhamdulillah, mana bizga hisobimiz yaratildi, Google hisob ochildi. Keyingi tugmachasini bosamiz va bizdan mana bu yerda ma'lumotlar so'rash deb o'tadi. O'zi buni polni o'qib chiqsa juda zo'r bo'ladi, lekin bu Google ham biz o'qib chiqmasligimiz bilganligi uchun ham bunaqa ma'lumotlar ko'pini yozib tashlaydi. Shu yerda shu Google'larda, shunga o'xshagan tizimlarda bir hiylasini fosh qilaman. Bunaqa insonlar, masalan, siz shikoyat qilishingiz mumkin ertaga, to'g'rimi? Google meni ma'lumotlarimni o'g'irlayapti deb Google'da sudga berishingiz mumkin. Google nima deydi? Yo'q, men uni ma'lumotlarini maxfiy tarzda o'g'irlamadim deydi. O'zi deydi, Google ochayotgan paytda mana shu tekstlarni ko'rsatdi, mana shu joyda pastdagi mazkur haqidagi hammasiga roziman degan tugmachani bosgan u. Ya'ni menga rozi bo'lgan ma'lumotlarni berishini degan. Pastda roziman degan yozuv turibdi. Shuning uchun men atay qilmadim deydi. Masalan, bitta o'qib ko'ramiz, oddiy misolni. Mana bizda mana bu shaklda keladi, to'g'rimi? Aksarimiz o'qib o'tirmasdan roziman tugmasini bosib o'tib ketamiz. Bitta oddiy misol ko'rsataman. Mana boshqa variant degan joy turibdi-yu, shunisini bosamiz, pastga tushamiz. Qarang. YouTube tarifi. Siz tomosha qilgan YouTube videolari va YouTube orqali qidirgan narsalaringizni saqlaydi. Mana bu yerda yozyapti, ko'ryapsizmi? Lekin aksar odam nima qiladi? O'tkazib yuboradi. Shuni YouTube tarifi Google hisobiga saqlanmasin deganini bosib qo'ysa saqlanmaydi. Tamom, saqlanmaydi. Masalan, yana teparoq qarsak, reklamalarni moslashtirish, Google reklamalari, qidiruv va YouTube kabi xizmatlar hamda Google hamkorlarining sayt va ilovalardagi harakatlari asosida tanlab namoyish qiladi. Ya'ni aytayaptiki, sizni kuzatadi Google. Oldingi videolarda aytgandim, Google sizni kuzatadi. Nima uchun kuzatadi? Sizga reklama taklif qilish uchun kuzatadi. O'zi umumiy holatda. Lekin masalan Googledan qaysidir davlat yoki tashkilot falonchi insonni ma'lumotlarini so'rasa, aynan shu shartga rozi bo'lganligimiz uchun ham men undan rozilik olganman deydi-da, qo'rqmasdan siz ma'lumotlaringiz boshqasiga beradi.
O'zi sizdan reklama uchun olganman deb so'raydi. Lekin bu ovoldagi ma'lumotlar, ular gaplarda turmaydi-ku kofirlar. Shuning uchun ular ma'lumotlarni deb yuboradi. Shuning uchun shu yerda ham moslashtirilmagan reklamalar ko'rsatilsin deb bosib qo'yamiz. Yana teparoqqa chiqadigan bo'lsak, veb va ilovalardagi faoliyat tarixi. Bu yerda nima degan bo'lsangiz, siz Google'da tarix qismini o'chirishingiz mumkin yoki boshqa yerdan o'chirishingiz mumkin. Shuni amaliy shaklda ko'rsatadi. Mana hammamiz biladigan odatiy Google profil to'g'ri. Mana bu 3 nuqtani bosadigan bo'lsak, mana bu yerda tarix, biz Google tariximizda qidirgan narsalarimiz chiqib keladi, to'g'rimi? Ma'lumotlarni o'chirish tugmasini bossak, bo'ldi, biz ma'lumotlarimiz o'chib ketdi deb o'ylaymiz. Yo'q, o'chib ketmaydi. Sozlamalar qismiga kirsak, Google degan bo'lim bor. Va bu yerdagi ma'lumotlar va maxfiylik degan bo'limiga o'taman. Va pastroqqa tushsam, mana bu yerda veb va ilovalar tarixi turibdi. Ko'rib turganingizdek, yoniq bu. Men atay yoqib qo'yganman sizlarga ko'rsatishlik uchun. Shuni ustiga bosaman. Pastroqqa tushsak, mana bu yerda harakatni ko'rish bor. Mana buni sekin o'ng tarafga sursam, hammasini ko'rish degan chiqadi. Mana hozirgina o'chirdim, to'g'rimi? Istoriyani. Lekin mana bu yerda ko'rib turganingizdek, qaysi ilovaga kirganman, mana 11-aprel kirgan ekanman masalan. Qachon kirganman, nimalarga kirganman, mana Pinterestga kirgan ekanman, Graph Messengerga kirgan ekanman, Mailfile'ga kirgan ekanman, YouTube'ga kirgan ekanman, dokumentga va hokazo mana chiqib turibdi. Tepada o'chirib yubordim bu harakatlarimni. To'g'ri o'chirdim, lekin men mana bu joydagina o'chirmadim-da. Mana bu joydagina o'chirmadim. Shuning uchun ham buni veb qidiruvlaridagi faoliyatimni tarixi hisobimga saqlanmasin deganini bosib qo'yishim kerak. Qarang, bu faqatgina shu mana shu boshqa variantlarda bo'limidagi ma'lumotlar, qarang. Shunga kiradi, odamlar e'tibor bermaydi mana shu yozuvga. Roziman deb tashlaydi, lekin shuni bossangiz, ya'ni mana bular turibdi. Xo'p, xulosa qiladigan bo'lsak, agar siz yangi profil ochasizmi, yangi Google profil ochmoqchimisiz, yangi Google profil ochayotgan paytda shu boshqa variantlar degan ustuni bosing va mana bu joyda veb ilovalaridagi faoliyat tarixini ikkinchisiga bosib qo'ying. Reklamalar moslashtirishni ham ikkinchisini bosib qo'ying. YouTube tarixini ham ikkinchisini bosib qo'ying va keyin roziman tugmasini bosing. O'shanda inshaalloh siz ma'lumotlaringiz nisbatan himoyalangan bo'ladi. Va oldingi videolarda aytganimdek, inkognito rejimini yoqmang. Bilmaganlar bilmay qo'yaversin, bilganlar inkognito rejimini yoqmasin. Ya'ni inkognito rejimi shu qidiruvlar tarixingizni berkitib qo'yamiz deb da'vo qilishadi, o'zlari bekitmaydi aslida. Shunaqa. Endi biz endi buni bilmagan ekanmiz, Google ochib bo'lganmiz deydiganlar bor. Shuning uchun ham biz hozircha buni yangi profil bo'lgani uchun mayli, ma'lumotlarni ol deb ruxsat beramiz. Chunki ochib bo'lganlarga ko'rsatishimiz kerak. Endi ochib bo'lgandan keyin qanday berkitish kerakligini. Roziman tugmasini bosamiz. Tasdiqlab qo'yamiz. Alhamdulillah, mana Google akkauntimiz ochildi. Alloh taoloning fazli bilan. Endi buni tepada 3 ta maxfiylik sozlamasini aytdik-ku. Veb ilovalar tarixi, reklamalar tarixi va ma'lumotlar tarixi. Shu 3 ta narsani qanday bekitamiz ochib bo'lgandan keyin. Yuqoridagi o'xshab biz ham e'tiborsizlik qilib bosib o'rgan ekanmiz va endi bekitishimiz kerak. Qanday qilamiz? Nastroykaga Google qismiga kirishdi aytgandik. Shu Google qismiga kirgandan keyin mana bu yozuvni ustiga bosamiz. Google hisobi degan yozuvni ustiga bosganimizdan keyin yuqoridan ta'kidlab o'tdim zotan. Ma'lumotlar va xotira maxfiylik bo'limi, ma'lumotlar va maxfiylik bo'limi o'tganimizdan keyin pastroqda mana bu yerda ko'rib turibsiz. Veb ilovalar faoliyati ham yoniq, yilnoma ham yoniq, YouTube tarixi ham yoniq. Shu uchalasini o'chirib qo'yamiz. Pastga tushamizda mana bu joyni o'chirish degan joyni o'chirish deb yozamiz. Bu yerda aytayaptiki, agar o'chiradigan bo'lsangiz, siz ma'lumotlar saqlanmaymiz-da. Keyin sizga kerakli reklamalarni bera olmaymiz-da. Masalan, sizga patinga kerak bo'lgan bo'lsa, siz ovora bo'lmaydi deb biz sizga patinkalar reklamasini chiqarib beramiz. O'zingizga qulay, arzon, sifatli patinkalarni chiqarib beramiz. Agar buni ezib qo'ysangiz, sizga patinkalar chiqarib bera olmaymiz-da, deyapti o'zicha. Biz mayli chiqarib bermay qo'yib bizga patinkalar deymiz. O'qitib tugmasini bosib qo'yamiz. Alhamdulillah o'chdi mana. Keyin yilnoma. Ya'ni yilnoma bu lokatsiyada. Bu ham o'chdi. Endi o'chmadi bunday qaranglar, pauzada bo'lib qoldi. Pauzada turaversin, mayli o'chmasa ham pauzada turaversin.
o'zi o'chdi. Просто bular o'chdi demasam pauza qilib qo'yadi. Endi YouTube tarixi ham xuddi shunaqa. YouTube tarixini ham pauza qilib qo'yamiz. YouTube tariximiz ham pauzalanadi. Endi mana YouTube'ga kirdik. O'sha ko'makdosh admin deb ochilgan yangi profilimizda, yangi Google hisobimiz orqali YouTube'ga kirdik. Mana aytayapti. Tomosha tarix qiziqishingiz asosiy yangi videolarni ko'rsatishning imkonini yarating, deyapti. Tepada biz YouTube tomosha tarixini bekitib qo'ydik-ku. Shuncha mana bu yerda tomosha tarixda chiqib kelmaydi rekomendatsiya bizga. Yoqib qo'ysak, yo tarixni yoqishni bossak, tepadagi avtomatik yonib qoladi. Biz yoqishimiz shart emas bizga. Biz shunday foydalanib ketaveramiz, ishlataveramiz xohlaganimizda. Agar shu funksiyalarni qilib qo'yadigan bo'lsak, biz inshaalloh birlamchi xavfsizlik qoidalarini hammasini qilgan bo'lamiz. Inshaalloh undan ham ko'proq qanaqadir xavfsizlik choralarini qilmoqchi bo'lsanglar, xohlasangiz bizni murojaat botimizga, xohlasa ChatGPT ga yozish orqali muammolaringizni hal qilsangiz bo'ladi inshaalloh. Endi bir qo'shimcha bir ma'lumot sifatida YouTube'da video ko'rayotgan vaqtimizda, masalan, YouTube'ga qaysi bir videoga kirsak, video sifati xira ko'rinadi, to'g'rimi? Shuni bir to'g'rilashni o'rgatib qo'yaman, qo'shimcha ma'lumot o'laroq. Ya'ni YouTube'ga qaysi bir videoga kirsangiz, video avtomatik tarzda eng sifatli holatda sizga ko'rinadi. Nima qilamiz? Sozlamalar qismiga kirganimizda pastroqqa tushsak, mana bu yerda video sifat sozlamalari degan bo'lim bor. Shu yerda mana bu yerni tasvir sifati yuqoriroq degan tanlab qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh har bitta ko'rgan videomiz sifati tiniq holatda ko'riladi. Xo'p, endi Google hisobini taktika bilan qanday qilib o'chirib tashlaymiz deyiladigan bo'lsa, buni ko'pchilik xato qiladi, ko'pchilik xato uslubda o'chiradi. Qanday qilib to'g'ri uslubda o'chiramiz? Shu yozuvimiz ustiga bosib, mana shu menyuga o'tib olganimizdan keyin avval bir narsa esdan chiqib ketib qolibdi. Google ga rasm, boshqa narsalar qo'yish, masalan, mana bu yozuvni ustini bosish orqali Google emailimizga, xuddi Telegram, WhatsAppda qo'yganimiz kabi rasm qo'ysak bo'ladi. Mana bunaqa o'zi tavsiya qilgan rasmlari bor. Xohlasa shunaqa rasmni xohlasangiz qurilmani bosish orqali telefoningiz xotirasiga rasmlarni ham qo'ysangiz bo'ladi. Biz har qanaqa bir rasm qo'yib qo'yamiz hozircha, ko'rsatishlik uchun shunchaki. Profil rasmi saqlandi. Alhamdulillah. Endi men haqimda bo'lim orqali mana bu yerda mana 1-1970-yil tug'ilgan boshqa degan ma'lumotlar turibdi. Telefon raqamingizni kiritib qo'ying deydi, boshqa deydi, ish joyi, shaxsiy ma'lumotlar. Bularni qo'ymaganimiz ma'qul. Mana bu ko'makdosh admin yoki ko'makdosh sahifasi deb yozishga boshqa qildik. Shu yerga ham iloji boricha sizga dalolat qilmagan ism qo'yib qo'yganingiz yaxshi. Johillar ismi bo'lsa ham qo'yib qo'yavering. Gilamnisiga har xil bir davlatlarning bayrog'ini qo'ysa ham qo'yib qo'yavering. Bu Alloh taolo nimaga davlat bayrog'ini qo'yib qo'yganining profilingga deb siz hojat qilmaydi. Siz amniyatni ushlab, xavfsizlikni ushlab, nima deb nomsiz nomlab qo'yavering. Faxshga targ'ib qilmayapsizmi, gunohga targ'ib qilmayapsizmi, haromga targ'ib qilmayapsizmi, bo'ldi. Amniyatingizni ushlash uchun har xil narsalar qo'yib qo'ysangiz ziyoni yo'q. Muhimi o'zingiz ehtiyot qilsangiz, xavfsizlik ushlagan holatda darslar, ilmiy ma'lumotlardan foydalansangiz bo'ldi muhimi. Xo'p, qanday qilib profil taktika bilan o'chirib olamiz? Xo'p, ma'lumotlar va maxfiylik bo'limiga o'tib turib, eng tagiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda Google hisobini o'chirib tashlash bo'limi turibdi. Mana ko'rib turganingizdek, shuni ustini bossak, Google hisobimiz inshaalloh taktika bilan yo'q bo'lib ketadi. Albatta, barmog'imizni tasdiqlatib qo'yamiz. Pastroqqa tushganimizdan keyin tugallanmagan bitimim bormi, balobatlar hammasiga roziman, o'chirib tasha taktika bilan deymiz va hisobni o'chirishni tugmasini bosamiz. Inshaalloh buguncha shularida, Alloh nasib qilsa keyingi video darsliklarimizda ham kerakli va foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Ozgina ishlarimiz ko'payib ketib qolganligi uchun tez-tez video qo'ya olmayapmiz. Alloh taolo bilan davom etishga harakat qilamiz. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin, dunyo oxiratimizga foydali ishlar bilan band bo'lishimiz nasib qilsin Alloh taolo. Unutmasligimiz kerak bir narsani, bilishlik insonni qutqarmaydi. Bilgan inson muvaffaqiyatga erishmaydi. Amal qilgan inson muvaffaqiyatga erishadi. Biz Alloh taolo yagona ekanligini, Rasululloh haq payg'ambar ekanligini, islom dini to'g'ri din ekanligini, hijob, soqol va shunga o'xshagan narsalar islom shiorlari ekanligini bilishimiz kifoya qilmaydi. Biz ularga amal qilishimiz kerak. Dinga amal qilishimiz kerak. Namoz o'qish to'g'ri ekanligini bilishimiz bizni jahannamdan qutqarib qolmaydi. Namoz o'qishimiz kerak. Roza tutish halol ekanligi, to'g'ri ekanligi bizni jahannamdan qutqarib qolmaydi. Roza tutishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshagandek amal qilishimiz kerak, ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim. Alloh taolo amal qiluvchi bandalardan qilsin.
Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.